Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana o'sha Smartboy ming bor uzr anchadan beri videoni qo'yolmadim. Buning o'ziga yarasha sabablari bor edi va bugun video olishga qaror qildim. Bugungi video previousdan ko'rgan bo'lsanglar Minecraft qiziqarli faktlar degan video olmoqchiman va sizlarga qiziqarli faktlar bermoqchiman. Sizlar bilgan bilmagan bu faktlarni aytishim uchun meni kanalimga obuna bo'lib va videoga like bosib qo'yishni esingizdan chiqmasin. Agar sizlar bilmagan faktlar chiqsa, kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib, bu videoni iloji boricha maksimal tarqatinglar. Agar men aytgan faktlarni bilsanglar, mayli zarari yo'q. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, mayli obunachilar, birinchi faktimni aytadigan bo'lsam, bilarmi deylar. Aslida endermenlar inglizcha gapirardi. Hozirga ularning ovozini qo'yib beraman. Masalan, ularning bu ovozi inglizchada hey degani. Agar ishonmasanglar, o'zingizlar bemalol sekinlashtirib diqqat bilan eshitsanglar, sizlar ham tushunasizlar. Mayli, unda keyingi ovozga o'tamiz. Mana bunisini ham eshitib ko'ringlar. Bu ovoz esa WhatsApp degan ma'noni bildiradi. Bu ovoz esa look for the ace degan ma'noni bildiradi. Bu ovoz esa ular nimadandir baqirganda chiqadi, ya'ni o'ldirilganda. Bu ovoz esa prosta hello degani. Bu ovoz esa endermenlar tilida rahmat degani. Obunachilar, endermenlar tilini tarjima qilguncha videoni yarmi o'tib ketar ekan qarasam, mayli agar xohlasanglar kommentda yozib qoldirsanglar, bu videoga yana qaytamiz bu mavzuga, ya'ni bu mavzuyimiz o'zi aslida Minecraft faktlar. Biz enderman faktlar bilan tugatishni niyatimiz yo'q. Shunga qolgan faktlarni ham aytishim kerak. O'zingizlar tushunasizlar. Ana unda ikkinchi faktga o'tamiz. Ikkinchi fakt o'zi enderman haqida nechta fakt aytordimi? Maylicha obunachilar uchun ikkinchi fakt bo'la qolsam. Ikkinchi faktimiz Minecraft boshida dastlabki versiyada Minecraft deb atalmagan. Qanaqa deb atalgan deb so'rasanglar, Cave Game deb atalgan. Ekraningizda chiqarib qo'yaman nomlanishini. Va bu nomdan keyin nomini o'zgartirishga qanaqa desanglar, Order of the Stone deb nom qo'yishgan va undan keyin Minecraft degan nomda qolgan. Hop, obunachilar, 3-faktimizga o'tadigan bo'lsak, hamma tanigan gaz, ya'ni Nether olamda uchayotgan bu yig'loq mob arvoh. Bu ovozi aslida Noshning mushugi uxlayotgan paytda tasodifan chiqargan ovozdan olingan. Do'stlar, mushugi shunaqa ovoz chiqarsa, voy balakat. Hop, obunachilar, mayli, biz 4-faktga o'tamiz. 4-fakt bilarmidingiz? Minecraft dunyosi yerdan ham katta. Ya'ni nima demoqchiman? Minecraft dunyosi 60 milliondan ortiq kvadrat kilometrga teng. Yer yuzida ancha katta, faqat kompyuter kuchi uni chegaralaydi. 5-faktga o'tamiz. Hop. Pechka ko'pchilik faqat temir eritishda ishlatadi, lekin pechka pecheni ko'pto'klik baliq, quritilgan dengiz o'tlari ham pishirsa bo'ladi. Bilarmidingiz shu narsani? Nima o'ylayapman bilmasdim. Sizlar uchun bu faktlarni qidirib topyapman. Sizlar shunga yarasha kanalimizga obuna bo'lib va videoga like bosib qo'yishingiz kerak. 6-fakt. O'yindagi eng qadimiy bloklar. Bu grass block, ya'ni o't aralash loy, ikkinchisi cobblestone, ya'ni tosh, uchinchisi loy, grit. Shunaqa aytiladi. Inglizcha yo'raman, men baribir. Shu 3ta blok o'yindagi qadimiy blok. 7-fakt. Bilarmidinglar, o'yindagi oltin qilich boshqa qilichlarga qaraganda yaxshi urg'u beradi. U juda zaif. Bu deganim u 3-4 zarbada sinib ketadi. 8-fakt. Fermer villager haqida bilarmidinglar? Ya'ni fermer qishloqi. U boshqa yigitlarga qaraganda juda aqlli va mehnatkash. Chunki u boshqa yigitlarga qaraganda ko'proq ishlaydi. Bug'doy, kartoshka, sabzi, lavlagi shunga o'xshagan narsalar ekadi. U yigitlar orasidagi eng aqllisi va ishchani. 9-fakt. Bilarmidinglar? Ender Dragon'ni o'ldirgandan keyin qo'yiladigan musiqa. Ya'ni uni o'ldirgandan keyin
o'yin ichida eng uzun va hissiyotli trek hisoblanadi. 10-faktga ham keldik. 10-fakt shundaki, Creeper aslida u xato blok. Ya'ni xato Notch aslida pik yaratmoqchi, ya'ni cho'chqa modelini yasamoqchi bo'lgan, lekin o'lcham xato bo'lib tasodifan Creeper paydo bo'lgan va uni o'yin ichida qoldirishgan. Shu mobni ham qoldirishgan eng katta xato bo'lganda, eng krisa, eng yomon mob o'zi aslida mana shu. Xo'sh, mana obunachilar, ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlar bilmagan faktlarni ham ayta oldim. Sizlarga video yoqqan degan umiddaman endi. Bilaman, ana shu uchun to'xtab qoldim. Endi aktivimni yana ko'tarishga harakat qilaman. Sizlardan podдержка kutaman. Albatta obuna va like esingizdan chiqmasin. Keyin obunachilar, albatta kommentariy yozinglar, qanaqa video chiqaring, yana nima haqida chiqaring. Albatta kommentariyalarni o'qiyman. Kelasi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.